Assalomu alaykum. Sizlar bilan yosh jurnalist Farangiz Abroyeva. Bu safar yurtdoshlarimiz bilan milliy musiqa uyg'unligida kichik bir so'rovnoma o'tkazdim. Xo'sh, bu milliy musiqa borasida yurtdoshlarimizning munosabati qanday bo'ldi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Hozirda o'zbek milliy qo'shiqlaridan qaysi birini sevib tinglayapsiz? O'zbek milliy qo'shiqlaridanmi? Ha. Bilmasam, o'zi uncha qo'shiq eshitmayman. O'zi qaysi birini yoqtirarsiz? Onda-sonda eshitib turasiz. Shu Muhriddin Xoliqov qo'shiqlarini ko'p Ozgina xirgoyi qilib bera olasizmi? Yo'q, xirgoyi qilib beraman. Lekin juda ham sevib eshitaman hozirgacha. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hozirgi kunda o'zbek milliy qo'shiqlaridan qaysi birini sevib tinglayapsiz? Yo'q, hammasini tinglayman. Qaysi birini aynan? Maqomlardami birortasini qaysi bir? Yo'q, maqomlardan eshitgan. O'zbek milliy qo'shiqlaridan qaysi birini sevib tinglayapsiz? Manmi? Ha, o'zbek milliy qo'shiqlaridan. O'zbek milliy qo'shiqlaridan Ag'abeki eshitamiz. Qaysi qo'shig'ini? Yana meni yurtim bor, shuni eshitamiz. Ozgina xirgoyi qilib bera olasizmi? Yo'q. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Hozirda o'zbek milliy qo'shiqlaridan qaysi birini sevib tinglayapsiz? O'zbek milliy qo'shiqlaridan Ha. men qo'shiqcha shunaqa narsa emas, mana sanga o'qitdim ipaklari tillodan. Allalar bor. Yana-chi maqomlardan birortasini bilasizmi? Maqomlardan. İpeklari tillodan. Bo'ldi. Mayli, rahmat. O'zbek milliy qo'shiqlaridan qaysi birini bilasiz? Masalan, Xudo shukr o'ylanaman. Ozgina xirgoyi qilib bera olasizmi? O'tiraman, o'ylanaman, tog'onaman, ham yonaman. Sening moviy ko'zlaringni xumor sog'inaman. Xumor sog'inaman. Rahmat, kattakon. Ijodingiz